qonun loyihasini bevosita ekspertlar bilan, mana shu sohani egalari bilan muhokama qilish juda ham muhim. Bugungi davra suhbatida ham aynan mana shu nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatiga oid bo'lgan qonun loyihasi bo'lganligi uchun 30 dan ortiq juda ham faol bo'lgan nodavlat notijorat tashkilotlarini vakillarini taklif etganmiz. Demak, qonun loyihasi bilan nodavlat notijorat tashkilotlari va shu bilan birga davlat organlarining mansabdor shaxslarini ham mas'uliyatini oshirishga, ham ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan juda ham ko'p normalar kiritilyapti. Yaxshi bilamiz, oxirgi yillarda nodavlat notijorat tashkilotlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha juda ko'plab ishlar amalga oshirildi. Birgina oxirgi 8 yil ichida fuqarolik jamiyati institutlariga 2 trilliondan ortiq mablag' ajratildi. Demak, ularda davlat ro'yxatini o'tkazish uchun bojlar kamaytirildi. Har bitta hududda nodavlat notijorat uylari tashkil etildi. Demak, qonun loyihasi, ushbu yo'nalishda amalga oshirilgan islohotlarni bir 3 yil davomi sifatida desak bo'ladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad mana shu davlat tomonidan nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash. Demak, ularda faoliyatida qandaydir huquqbuzarliklar bo'ladigan bo'lsa, mana shu ma'muriy undiruvlarni kamaytirish kabi normalar o'rin olgan.